Bu hayotda aqling bo'lsa hamda puling, usta bilan tikuvchiga tushmasin kuning. Tayyorini sharttagina olginu qo'ygin, xafa bo'lmang bu so'zlarimdan. Uzurimni so'rayman siz yaxshigina tikuvchi ustalardan. Lek hammasi ham yaxshi emaskan, o'z ishining ustasi kam ekan. Ularning nomigina tikuvchi usta ekan, buzib qo'ysa ishini, uyalmasdan yopib qo'yar aybini. Birovning ini azobda topgan pulini, endigina tiktiraman, qurdiraman degan narsalarini shartta olib buzib qo'yishar, yana hech narsa bo'lmagan deb qarab turishar. Aytsam tilim, aytmasam dilimda qolar. Shu tikuvchi ustalarga ham hayron qolar. Ba'zi payt odam shularga to'g'ri ketmaganmi deb qolar. Yaxshigina bilib turishar, nega bizni aldab qo'yishar. Qilaman degan ishini erta indin bitadi deb hafta oylarga sudrab yurishar. Shu yolg'onlarni deb pulini barakasi qochirishar. Yana topgan pulimni barakasi yo'q deb nolib yurishar. Axir halollikda borda baraka, Robbim barakani berar rost so'zlaganga. Sizlar ham yig'ishtiring bu yolg'onlarni, qochirmang shuncha qilgan mehnatingizni barakalarini. Ozroq bo'lsa ham o'ylang shu mijozlarni, qoldirmang ularni sizlardan ko'nglini. Ishingizni toza chiroyli qilib bering vaqtida mijozlarni.